Bugungi darsimizda CSS da formalarni o'tamiz. Ya'ni HTML da formalar o'tdik-ku, endi bugun CSS da mana shu formalarni yaxshilaymiz. Ya'ni input validation qilamiz. Input qilamiz. Xo'p, endi bizda login forma qilib chiqamiz, ya'ni CSS da forms. Formalar bilan professional darajada ishlash. Inputni stillash. Ya'ni input text, email, password, number va hokazo shunga o'xshash stillaymiz. Bugun sizlar bilan Telegramda men tashab qo'yilgan mana shu login formani yasaymiz. Sizlar bilan birgalikda va mana shu login formani birgalikda yasab chiqamiz. Xo'p, buni men yuklab qo'yaylik. Okay. Bu yoqda tursin. Mana agar shu buni qayerdaligini tushunmasangiz, ya'ni bu qayerda turganini tushunmasangiz, mana ITC dasturlash kanaliga men har doim tashab qo'yganman. Mana shuni terasiz kirib bemalol ko'raversangiz bo'ladi. Mana pindan qo'yganman, ya'ni qadab qo'yganman. Xo'p. Endi bugungi darsimizda siz bilan biz yangidan CSS endi bu amaliyot bo'ladi. CSS 8 emas. Buni CSS 9 amaliyot.html. O'zi men bunday nom ochishim mutlaqo noto'g'ri, ya'ni to'g'ri kelmaydi. Lekin biz darsligimizga shunday ochib ketsak kerak, bo'lishi kerak. Xo'p, dokumentatsiyamizda CSS login form. Body'imizga nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz hozir buni yuklamalardan olamiz. Buni ochamiz bu yoqqa, buni ochib bu yoqqa qo'yib olamiz. Xo'p. Bu bizga kerak emas. Yaxshi. Buni chekka qo'yib qo'yamiz. Buni sal bu yoqqa siljitamiz. Sal bunday tursin, sal bunday tursin. Xo'p. Demak, body'imizni nima qilib yozamiz? Birinchi o'rinda bizga konteyner kerak bo'ladi. Ya'ni .container. Nuqta konteyner degani bizda klass ochardik mana. Div orqali klass ochyapmiz. Ko'ryapsiz? Endi unga nima yozamiz? Birinchi bo'lib ichiga ikkita bo'lim kerak bo'ladi. Ya'ni bu birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim. Tushunyapsiz? Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim. Mana shu bo'limlarni yasab olamiz. Masalan, section 1, section 2. Tushunyapsiz? Section 1, section 2. Birinchi bo'limda bitta rasm bor ekan. Mana shu rasm. Bu rasmni poisk Google obyekti qilib olamiz. Bizga qayta topib beradi. Qayerdan bo'lsa ham mana o'ng tugma bo'lsamizdan сохранить kartinka qilib olamiz. Bu qayerga tushsin? Bizda рабочий stolga, o'zimizning darslar onlaynga, CSS sahifamizga biz emas, masalan, login form deb qo'yaylik. Login form mana tushdi. Buni x qilib qo'yamiz, mana joyiga keladi. Section 1 ga image deb olamiz. Image ga boyaga login formni yasaymiz. Altiga login form deb qo'yamiz. Xo'p, endi bizda bu yog'i endi formalar, ya'ni sectionlar. Mana shu sectionlarning ichiga endi men nima ochaman? Bittagina form degan tegini ochaman. Tushunyapsiz? Form degan teg. Actionga bizga hozir faqat shuni ishlab tursin. Ko'ryapsiz? Formalardan keyin bizga inputlar kerak bo'ladi. 1 2 3 4 ta 4 input kerak bo'ladi. Masalan, input 4 inputdan 1 2 2 3 3 ta, keyin 4-chi text area bo'ladi. Ya'ni text areani yozib qo'yamiz. Xo'p. Endi yozdik. Buning natijasini ko'rib olamiz. Bitta open with slicer qilamiz mana bu yerdan. Mana katta va chiroyli holatga kelgan yo'q bu hali. Buni endi chiroyli holatga keltirishimiz uchun biz internal style turidan foydalanib ketaman. Promoy. Nima deyman? Birinchi o'rinda konteynerni ko'rib olaman. Mana shu konteynerda chaqiramandagini ko'rib olaman. Masalan, border 2 pixel solid red. Masalan, mana qizil. Ko'ryapsiz? Konteynerimiz qizil bo'layapti, qizil darajada bo'layapti. Xo'p, endi buni borderini qizil qilganimizdan keyin bunga width berishimiz kerak bo'ladi. Width masalan bir 700 piksel beraylik. 700 piksel berdim. 700 piksel bizda width kenglik bo'ldi.
Endi konteynerdan keyin men har bir sectionni chegaralab olaman. Ya'ni menga yordamchi chiziqlarda bu xuddi yordam beradi, keyin o'zim o'chirib tashlayman bularni. Bunga masalan border olaman. Border 3 piksel solid green. Yashil bo'lsin mana. Tushunyapsiz-a? Section 2 ni ham shunday qilamiz. Section 1 bo'lsa, section 2 buni yashil emas, bir noodatiy ko'kka qo'yamiz buni. Ko'ryapsiz-a? Ikkalasi ikkita borderlar. Ya'ni orqa fonni ham boshqacha qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, background color red, bunda red, bunda background color green, bunda yashil. Mana yashil ko'rdi. Endi ikkalasini mana yonma-yon turibdi-ku, shuni bunaqa holatga keltiramiz. Buning uchun bizga display flex kerak bo'ladi. Display flex. Display flex ikkalasini ikkita tomonga ajratib beradi. Ko'ryapsiz-a? Bu birinchi tomon, bu ikkinchi tomon. Xo'p. Endi display flex bo'lgandan keyin ikkalasini o'rtama-o'rta joylashtiramiz. Ya'ni bu o'rtada turibdi, bu ham o'rtada turibdi. Buni nima qilamiz? Display flexdan keyin just fit content center algan items center. Bu center emas, buni mayli centerni yo'q. Space width bo'lib tursin. Bularga tushunmasligingiz mumkin. Bular chunki juda oldingi mavzuda bular juda keyin o'tiladigan mavzulardan biri, lekin shularni shunday yozib ketsangiz kodda bir xil chiqadi. Endi xo'p, bizda bular joylashdi, tizimlar to'g'ri joylashdi, widthlar. Bunga heights beraylik, bir 500 piksel deylik. Mana 500 pikselda joylashdi. Buni sal kattaroq olamiz. Buni endi kattaroq olamiz. Xo'p. Endi mana shuni o'rtaga olib kelishim kerak. Mana shu joyga olib kelishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Men birinchi o'rinda bodyni chaqirib olaman. Tushunyapsiz-a? Nuqta body deb. Nuqta body emas, uzr. Bodyni chaqirib olaman. Bunga nima qilaman? Birinchi o'rinda heightsni 100 VH ga olib olaman. Tushunyapsiz-a? Heightsni 100 VH ga olib oldim va endi bunga display flex just fit content center alligin items center. Shuni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Hali lekin keyingi darslarda o'tamiz buni. Xo'p, mana bu o'rtaga keldi. Ko'ryapsiz-a? Shunaqa o'rtaga keltiradi-da bu. Endi qizil bizda height sal yuqorilab ketgan. 400 emas buni. 400 darajada kichraytiramiz. Yaxshi. Bu uzunroq, bunisi esa 100% ga qo'yaylik qani. Xo'p. Endi bizda mana shuni yaratamiz endi. Mana bir tarafda shunday, bir tarafda shunday. Xo'p, section 1 ga width'ini 50% qilib qo'yamiz. Tushunyapsiz-a? Mana 50% darajada bizga hozir oshish kerak edi. Buni width'ni ham 50% qilib qo'yaylik. Okay, mana ikkalasi 50% da mana bizda ajradi. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, endi mana shularga endi heights degan narsa bor. Heights'ni inherit degan narsasi bor. Inherit otasidan oladi. Ya'ni inherit otasi masalan konteyner bo'lsa, konteynerning heights necha? 400 piksel bo'lsa, 400 piksel oladi mana. 400 pikselga joylashdi. Ko'ryapsiz-a? Buni ham heights paka hozirchalik shunday qilib turamiz. Mana. Xo'p, endi mana heights widthlar to'g'ri keldi. Endi mana shularni biz sal chiroyliroq tarzda joylashtiramiz. Bizga heights tushunib oldik, qayerga kelgandi. Xo'p. Endi biz birinchi o'rinda mana shu rasmni kattartirishimiz kerak. Rasmga murojaat qilamiz. Masalan, section 1 image. Section 1 image. Bunga nima deymiz? Bunga birinchi navbatda width'ni kattartirib olishim kerak. Width masalan 500 piksel. 500 piksel. Xo'p, juda ham kattarib ketdi. Buni 400 qilaylik. 300 qilaylik. Xo'p, mana 300 sal chiroyliroq, normalroq chiqdi. Endi bu yog'ida biz orqada bularni qo'yamiz. Buni o'chiramiz, buni o'chiramiz mana.
bu holatiga yarasha turibdi. Endi mana shu login formani yasaymiz. Login formani yasashim uchun men image har bir inputni ya'ni klasslab chiqishim kerak. Masalan, class nima deyman? Bu yerda name masalan name olish kerak. Keyingi bu klassga email olish kerak. Keyin mana shu joyda ham email deb to'g'rilab qo'yamiz. Email. Keyingisi keyingi klassimiz bizda phone deb qo'yamiz. Bunga tel deb qo'yamiz. Tel. Tushunyapsiz-a? Tel. Bu text array tushunib turadi. Bunga class, bunga bitta o'zi text array o'ziga shuning uchun turadi-da. Endi xo'p, buni tushunib oldik. Name, email, phone, message. Endi buni chiroyli qilib yasaymiz. Bittasini yasaymiz va qolganini o'zgartiramiz. Nima qilamiz? Section 2 ichidagi har bir input birinchi o'rinda paddingdan katta yo'q. Width setini ko'ramiz. Widthdan bir 200 piksel bo'lsin. Mana widthdan 200 piksel kichkina bo'lib qoldi. 200. Mana 200 piksel 300 pikselchi. 300 piksel chiroyli chiqdi. Endi height'dan bir 30 pikselcha qilib ko'raylikchi. Paka. Ishlab turish uchun. Xo'p. Bizda 30 piksel yarashadimi yo'qmi? Salkam yarashadi, salkam. Xo'p, endi oraliqlarini ochamiz. Oraliqlarini ochishimiz uchun bizga tekstlarda ishlatilgan line heights kerak bo'ladi. Line heights 50 piksel. Yo'q, bunda ishlamadi. Demak, input oralig'ida ichidagi oralig' ishlamasa, demak bizda margin ishlaydi. Margin topdan bo'ladimi, bottomdan bo'ladimi farqi yo'q. Masalan, topdan qilaylik, topdan bir 20 piksel bo'lsin. Ko'ryapsizmi? Hammasi ochildi. Topdan o'rniga bottom qilsam yaxshiroqda o'zi menga. Bottom. Mana 20 piksel ajradi. Endi bularda har biridan name, email, phone har birida border bor. Borderlaymiz. Ya'ni border 2 piksel solid black bo'lib tursin, qora bo'lib tursin mana. Bizda har biri qora bo'ldi. Tushunyapsiz-a? Endi orqada yashil fonni olib tashlaymiz, green. Buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz. Xo'p. Endi mana shuni sal kattartiramiz. Boyaga 320, buni 335. Sal kattaroq bo'ladi. Ko'ryapsiz-a? Endi orqa fonlari boshqacharoq, ranglari. Bu rangni qanday olishim mumkin? Mana shu joyda menga piece color bor. Tushunyapsiz-a? Mana shuni bitta bossam, rang olib olishim mumkin. Okay, beryapti bo'lsangiz. Yo'q. Bizda extension shu ishlarda. Menda hozir ishlar edi bu extensionlardan biri. Xo'p, demak India Developer Technology Big Color'ni o'zini yuklab olamiz. Hozir bitta bu normal ishlab bermayapti yoki o'rnatib olamiz ana. Click piece o'ka kirish bor edi. Shu kerak bizga. Mana. Chiqamiz, buni bosamiz, mana yangi rang bitta bosamiz. Va mana. Bu nima deyapti? Color picker doesn't work under pages. Xo'p, bu pagesni ola olmayapmiz deyaptimi? Demak, ola olmayapmiz deyapti. Mana shunaqa rangda o'zi. Bitta bo'lsak, masalan, rang ham kelsin. Bu o'zi qayerdan olingan? Buni o'zi meni Jasurjon o'zmas Netlife
Hop. Hop. Masalan, shuni bitta rangni olaylik qani. Mana shunga o'xshash rang. Bitta bosaylik. Hop, boyagidek. Mana shu rangni olaylik qani. Endi borderdan keyin bizga background xususiyati kerak bo'ladi. Backgroundga nima deb yozamiz? Mana rangni o'zini qo'yib qo'yamiz. Bizning login formalarimiz salkam rangi sal o'zgardi. Endi bu borderlari sal chekkasini qilamiz. Border radius masalan 5 piksel. 5 piksel qilsak, mana 5 piksel bizda ishlaydi. Keyin outline ni o'chirib qo'yamiz. Outline none. Outline ni o'chirsak, mana ichidan bemalol yozaveradi. Keyin biz padding beramiz. Padding degani ichki bo'shliq degani. Padding necha piksel? Padding left beramiz. Padding left, yani chapdan surilsin. Qancha surilsin? Bizda bir 30 piksel surilsin. 30 piksel mana shu joyda bo'ladi. Nima uchun? Mana shu ikonkalar kelish uchun. Keyin ichida name, email, phone, message degan narsalar bor. Mana shularni ham to'g'rilaymiz. Buning uchun biz inputimizga kelamizdagi mana shu klassdan keyin biz placeholder degan bizning attributimiz bor. Placeholder ichidagi narsani chiqarib beradi. Masalan, bunga name deymiz. Name. Keyingi placeholderimizga email deymiz. Keyingi placeholderimizga phone deymiz. Keyingi text arrayga bunga nima deymiz ekan endi? Message deymiz. Mana shu joyda ham chiqyapti. Message. Ko'ryapsiz-a? Endi mana shu joyda name, email, phone shular bizda boldroq rangda, mana shuni qarangizlar, qoraroq va chiroyliroq rangda turibdi. Buning uchun mana shu joyda halofda ham ko'rsagan bo'ladi. Input type text password input focus error va hokazo shunga o'xshash bizda ikki nuqta placeholder ranglarini o'zgartiryapti. Mana shularni ham olsak bo'ladi. Xuddi buni Ctrl S qilib F Beautiful Life chiroyli tarz tursin. Mana ranglar boshqacha. Endi buni black qilamiz. Qoraroq bo'ldi. Ko'rdingizmi? Keyin yozuv shriftimiz boshqacharoqda, ko'ryapsizmi? Yozuv shrifti buning uchun font family sans serif bo'lsin. Boshqacharoq bo'ldi. Keyin bolderroq, keyin ya'ni font weight'si bolder. Ya'ni bir 600 roqda 600 roq mana. Ko'p bo'lib ketdi, 500 holati mana chiroyliroq holat keldi. Xo'p, bu uzayib ketgan ancha 320 emas, 300 qilib qo'yaylik paka. Yaxshi. Messajni keyin yaratamiz. Bu qoraroq va keyin yuqoriroq. Buni 2 piksel emas, buni 1 piksel qilib qo'yaylik. Ko'ryapsiz-a? Keyin bu sal yuqoriroqda joylashgan. Tushunyapsizmi? Yuqoriroqda joylashgani uchun biz endi mana shu input section 2 ning o'ziga nima beramiz? Margin bottom beramiz. Margin bottom bir 30 piksel. Mana pastdan yuqoriga qarab surilyapti. Xo'p, o'zi bu endi placeholder mana shu text arrayni o'zi yaratsak ham bizda normalniy qoladi hozir. Section 2 text arrayga kel, murojaat qil va uni ichida yarat. Ularda nimalar bo'lsin? Bunda width bo'lsin. Bundagidek, mana bundagidek width bo'lsin. Bundagidek rang, bundagidek border radius, outline, padding left. Bular hammasi bo'lsin bunda ham. Kattaradi, joyi keladi. Endi sal buni pastroqqa tushirishimiz kerak mana. Rowsini kattaroq qilsak, o'zi mana yuqoriga chiqib qoladi. Ko'ryapsiz-a? Mana shuning uchun nima qilamiz? Rows degan narsasi bor o'zi.
rows. Masalan 50 qilaylik. Ko'ryapsiz? 50 darajada o'zi pastga tushib ketadi. 5 qilaylik. Mana 5 daraja bizga sal kattadi. Ko'ryapsiz? Endi bu message faqat sal yuqoriroqda bo'lib qolgan, buni sal pastroqqa tushiramiz. Buning uchun biz boyagi padding left emas, bunga padding top beramiz. Chunki ichidan bo'lyapti. Padding top 30 piksel emas, buni 10 qilamiz. Joyiga keldi. Endi bu placeholder input bo'lsa, keyin qarang, virgul qo'yasiz. Endi text area 2 nuqta placeholder qilasiz. Ikkalasiga tegishli deydi bu ham. Mana message ham shunga yarasha tegishli bo'ldi. Ko'ryapsiz? Endi ikonkalarimizni olib kelamiz. Boyagidek font away solmay kiramiz. Okey, buni qidiramiz. Ikonkachalarga kiramiz, qidiramiz. Bizda birinchi nima? Boyagidek biz kechagi darsda qo'ydik-a, personaj. Ya'ni xuddi profilga o'xshash. Bunga o'tamiz. Mana file user. Mana shu ikonkamiz kerak bizga. Olamizdan buni qayerga qo'yamiz endi? Buni masalan men konteynerning tashqarisida chiqarsam bo'ladi yoki section 2 ga yoki ichiga ham joylashtirib olsam bo'ladi. Masalan, section o'ziga joylashtirib olaman, formadan tashqarida. Formadan tashqariga joylashtirdim, lekin ichida hech narsa ulanmadi. Bizga CDN ishlatimiz kerak. Font away CDN. Mana birinchidagi veb-sayt. Buni nusxalab olamiz, qaytib o'tamiz, yuqoriga chiqib, titledan keyin tashlab yuboramiz. Linkni mana tashaldi. Endi bizda login forma qiladigan bo'lsak, mana bizda ishladi. Ko'ryapsiz? Tushundingmi? Yoki har birini mana shunday pastga tashlab chiqsangiz ham bo'ladi. Inputdan keyin ko'ryapsiz? Har biri shunday chiqsa, hozir biz uni position orqali joylashtiramiz. Xo'p, keyingisi mail dedik. Bu bizga aytilgandek chiqarib bermadi, juda zo'r narsalar chiqarib berdi. Menimcha kechagi darsda bor edi. Home user hearts Twitter. Yo'q, mail yo'q ekan. Demak. Home bor. Mana, masalan, pochta bor mana. Mana shu kerak bo'lsa. Email tushdi. Xo'p. Endi fon kerak. Kechagi darsda bor edi fon, user heart start video yo'qkan. Bitta ko'p ishlatiladiganlar borda, hozir bitta. Hop chiqib qolar. Mana fon. Olamiz. Buni ham bu darsga o'tamiz. Fonga qo'yamiz. Keyin bizda bu yana nima bor edi? Xuddi message ga o'xshash narsa bor ekan. Bitta ham topamiz. Message comments yuqoridachi uchtalikda buniki, lekin farqi tushib qo'yib ketaversang bo'ladi, lekin katta veb-saytlarni aniqlik bilan qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsiz? Message deb yozib qo'ydik. Message. Menimcha boshqa narsa chiqishi kerak. Boshqacharoq variantlar. Buni bor, lekin Pro da bu. Pro bizda ishlash qiyin. Mayli, shuni qo'yib olaylik. Bundan keyin buni qo'yib yubordik. Mana. Bizda hammasi qo'yildi. Endi shularni biz ichiga o'ziga joylashtirib chiqamiz. Tushunyapsiz? Har birini ichiga joylashtirib chiqamiz. Buning uchun biz nima qilamiz? Birinchi navbatda mana shu narsani yuqoriga olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yoki har birini buni yuqori joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi.
F1 Beautiful Life chiroyli qilib beradi. Mana endi buni pastroqqa tushirishimiz uchun men position degan narsani ishlataman. Hozir bu yerda paka nuqta deyman. Fa invalid o'ziga murojaat qilaveramiz. Bu yerda nima qilamiz? Birinchi o'rinda position relative fixed olsam bo'ladi. Yo'q, birinchi o'rinda file userdan olishim kerak ekan. Xo'p, file user. Mana file user keldi. Endi buni position fixed top 2 piksel top emas. Fixed emas, relative bo'lsin. Relative top 2 piksel 20 piksel ko'ryapsiz. Left degan narsamiz bor. Hali keyingi darsda o'tamiz. Sal ko'p narsalar. Leftdan 30 piksel ko'payib ketdi. 3 piksel 5 piksel bo'lsin. Xo'p, 25 piksel bo'lsin. 30 piksel bo'lsin. Xo'p, to'shni joyiga tushdi. Ko'ryapsiz. Xo'p, endi har birini file user ekan bu. Har birini shunday qilib chiqaylik qanday bizga tushirkan. Bo'lsa Ctrl S qilib olamiz. Turmay. Bu ham shu joyga tushyapti. Yana virgul qo'yib fa nuqta. Buni sizlarga sal chiroyliroq ko'rinsin mana. Keyin virgul yana nuqta. Bu degan bitta CSS kodimiz juda ko'p narsalarga ta'sir etadi degan. Mana. Har biri salkam ozroq joyga tushdi. Topdan sal yuqori bo'lib ketmagan bo'lsa 28 qilaylik mana. Joyiga tushdi mana. Ko'ryapsiz? Chiroyli holatga keldi bizning formamiz. Endi misol ranglarida sal xatoliklar bor, buni to'g'rilasak ham bo'ladi. Ozroq to'g'rilab mana shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Keyin sal chegaralar sal kattarib ketgan borderlar ko'ryapsiz. Inputimizning margin bottomda 20 pikselni 10 piksel qilib qo'yamiz endi buni. 10. 0 qilaylik qani. Holat sal 5 piksel holati joyiga keldi. Buni kattartirsak ham bo'ladi, kichirtirsak ham bo'ladi. Bu shuning uchun kerak bu bizga. Endi buni sal widthni kengaytiramiz. Konteynerning widthni 1700 emas, 900 qilib yuborik. Yo'q, 900 emas, buni 700 da tursin, sal paka. Okay. Bu qizildob tishlaymiz endi. Mana shunday holatda yoki orqa fonni chiroyli holatga keltirishimiz kerak ekan. Red emas. Bodyga background color bir mana shunaqa rang beraylik qani. Bunga esa background color reshotka 3df va border radius 5-10 piksel bo'lsin. Mana salkam shunga o'xshash holatda. Bu endi bu tiniqroq. Keyin bizda bitta narsa qolib ketgan, bu submit knopka. Button. Tushunyapsizmi mana? Button qo'ysak submit desam, mana submit chiqadi. Bunga ham hozirroq ishlab beraveramiz. Nuqta section 2 ning ichidagi buttonga padding beramiz. Padding 30 piksel beraylik.
kattarib ketadi juda ham. Bu bizga kerak emas. 15 piksel ga 40 piksel. Mana. Keyin borderi non. Border radiusi 5 piksel. Keyin yubormoq degan ikonka bor. Send. Yubormoq. Ma'zur tutasizlar. Xo'p. Send qildik. Endi mana shuni bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Buning uchun biz position yo'q. Margin bilan o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Margin right 0. Margin left 100 piksel. 200 piksel. Mana. Keyin background color blue va shunga o'xshash rang. Aniq o'lchovlikda qilsangiz ham bo'ladi. Mana. Color white. 3F. Mana. Border radiusi 5 piksel. Mana shunaqa holatda chiqadi. Salkam bizga submitni endi bitta qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Send yuborish xuddi copyright bo'ldi. Buttonning ichiga qo'yaveramiz mana submit. Juda holatda chiroyli joylashdi. Mana. Tushungan qanday qilishda osonmikan? Bunda margin left 200 emas, buni 180 qilib qo'yamiz endi. Mana shunday holatda kelib chiqadi. Keyin sal box shadow bor. Box shadow sal bildirib ketaylik. Box shadow 0 piksel, 0 piksel, 2 piksel blue qilaylik. Bizda holat sal 2 piksel qilaylik. Sal pastroqqa tushsin. Blue emas, buni sal boshqacharoq rang. Buni 10 piksel qilaylik. Mana. 2 emas, buni 5 piksel sal pastroqqa tushadi. Holati ham shunga yarasha. Yaxshi. Bitta tugma bosilsa, o'tadi biror bir joyga. Name, email. Endi buni nuqtalab chiroyli qilib chiqsangiz bo'ladi. Uni ko'proq vaqt ketadi. Hozir bu video cho'zilib ketadi bo'lmasa. Shuning uchun shunday oddiy holatga keltirib qo'ydik. Bu ham juda osongina formalardan biri. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Vazifani qilib, yaxshilab qilib, mana bularni ham ko'ringizlar, nima uchun ishlatadi, ChatGPT bilan qilingizlar, darslar topshiriqni qilingizlar. Mana shunday holatda ketaveringizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.